Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi darvozamiz High-Tech Turetskiy fason. Bu darvozamizni Chust tumaniga olib kelib o'rnatdik. Bir ko'rishingiz mumkin ishimiz sifatini. Xudo xolasa ideal bo'lgan. Kimga mashnaqa ishlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol ma'lumotini so'rarsizlar. Dastavka stanovkasi ichida bo'ladi. TVsi lazer bo'lgan havo aylanishga. Buni shu mo'shaklador kalitgasi отдельный bo'lgan. Bunisi отдельный bo'lgan. Eniga 3 metr bo'lgan, balandligi 3.40 bo'lgan darvozamiz. Eniga 1.5, balandligi 3.40 bo'lgan. Bu darvozamizni Xudo xolasa mana bitta sherigini o'rnatgandik. Ishimiz sifatini ko'rib, bular qo'shnilar baho berishdi, kelib bularga boshqacha fason qilib berdik. Kimga mashnaqa ishlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.